Assalomu alaykum, hurmatli aziz Davlat Dangal kanali obunachilari, YouTube chori va sigir ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyat Toshloq tumani Rabmazorda Davlat Dangal akamiz xonadonidan Sanjarbek akamizdan yaxshi sigirlar bor ekan. O'shalar bir qator ko'rsatib o'tamiz. Hafta kuniga shanba 28-mart sanasi. Akalar mollar ko'ringlar, xudo xolasa bo'g'oz, sigir, qanaqa mol zaril bo'lsa akalar kelib ko'rib olaverasizlar akalar. Bo'g'ozlarimiz bor, mana sigirlar, shved, rossiyskiy mol deysizlarga akalar, hamma turidan bor xudo xolasa akalar. Bu yoqda ham mollarimiz bor. Bundan tashqari molxonada mollar bor akalar, ko'ringlar. Yo'qsa ekranda nomerlar bo'ladi, bemalol aloqaga chiqib akalar lakasilar turistlarni tashab beriladi. Kelib ko'rib olsalar, bunaqa Bushovskiy, bunaqa bo'g'ozlarimizdan ham bor. Assalomu alaykum Sanjar aka. Assalomu alaykum. Aka, suyimsiz, yaxshimisiz? Olyapsizlarmi aka, charchamay? Rahmat, Xudoga shukr. Xudo xolasa, obunachilarga chiroyli qilib sigirlar tayyorlab chiqdik. Va'da qilingan sigirlar Xudo xolasa. Lakni oldindan bosib qo'ymasda. Xudo xolasa narxlar portlaydi. Narxlar chiroyli qilib beramiz. Biz berayotgan mollar ham 55 million, 60 million narxlar yo'q bo'lib ketdi, sinda narxlar. Yo'q ey. Davlatdan gal chiqdalik, men arzon sotaman deydi-ku. Ha. O'shalar ham hayron qoladi. Qani aka, xudo xolasa. 3-chi qoniga tuqqan molimizni Bolachasi xonajinchami bu novvozchami? bolachasi xonajincha simentalga qo'yiladi, mana shu gibrid bo'lib tushdi. Gibrid bolasi. Nechta sutga aka bu molimiz? Mong'oralari. 8 litr kiribdi-ku. Aha. 5 taga sinash berilaveradi. 35 litrga. Kelgan odamga ko'rsatib beriladi 3-chi qon. Mong'oralari. Bak deysizlar akalar, mana bak. Nima deyapti bu? Bakni qaranglar bunday. Jonivor o'ta chiroyli ekan bu xolasi. Mong'oralari. Akalar. Bitta kommentariyaga fikrlarni bildiringlar. Hali bu molni ko'rib turib obunachilar o'ylaydi 60 million narxdan kami hozir deydi. 60 millionlar yo'q. Nech pul bu? Siz obunachilaringizga 54 million so'm kami bor. 54 million. Hali musofirdan telefon qilaman deganlarga 52 million so'm kami bor. Hali Seriozmi? narxlar. Narxlar bomba-yu aka. Bu joyga solishtirsa uka 52 million akalar, mashinada ham bor. Mashinada sutga bolasi gibrid tushgan, chiroyli o'ynaqlab turibdi akalar. Nima deyapti bu? 52 million qatta bor akalar. Narxlar yaxshi aka. Mol o'ta chiroyli holatda, xudo xolasa. Navbatdagi akalar. Turish qaranglar bu jonivorni. Qirg'iziston shved 100 uka. Qirg'iziston shved. Uni qaranglar ostilari. Bolasi nima aka buni? Bolasi novvozcha. Novvozcha. Shved ham original novvozcha. Mana bolachasi. Arqonga tushgan yo'q ekan hali. Nechanchi tug'ish aka bu molimiz? 3 qorin. Mashallah akalar. 23-24 litr sut berayotgan. 23-24 litr og'izda sut berayotgan akalar. Qirg'izistonlari bilan xudo xolasa. Aka, narxi nech pul molimizni? Narxi uka buni 42 million deyapmiz, kami bor. 42 million kami bor. Ha, hali Obunachilarimizga nech pul qilib berasiz aka? 40 million qilib beramiz, kamini qilib beramiz. 40 million so'm. Kami. Musofirlargacha aka? 39 million so'm kami bor. Seryozni, ya? Seryozni. 39 million akalar, ko'ringlar. 39 million so'm kami bor. Qirg'iziston shvedidan akalar. Bolasi tayyor novvoz tayida o'ynab yurganidan. 39 million so'm kami bor. Dastavkalar qancha aka? Dastavkasi oddiy bo'ylab aytilgan narxlar ichida. Aha. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berasiz kelishilgan holatda. Yetkazib beramiz. Tojikiston, Qirg'izistonlargacha aka. Hozir ham Tojikiston, Qirg'izistonlargacha muammo bo'lyapti. Hozirgi holatda. O'zbekistonda uyi bo'lsaki bo'ldi akalar, boriladi. Bu joygacha boradi. Ko'ringlar akalar, ikkovini ham narxini chiroyli qilib aytdi. Buni ma'lumoti qanaqa? O'g'iz holatida. 25 litr suti bor. Bu 25 bakti qaranglar akalar o'ylanadi bularni. ekan. Nechanchi qorin bu molimiz? 3 qoringa tuqqan, ovozcha tuqqan, Buni ham bolasini ovoz. Buni ham bolasini ovoz. Hozir olib chiqadi bolasi. Turishini qaranglar. Muammosi bo'lmaydi. Ammo Buni ham turishini qaranglar. bolasi 3 kunlik bo'ldi. Bolasi 3 kunlik holatda. Ket. Bolaga ketdi mana. Yurish qaranglar mana. O, mashallah akalar.
Mana bo'lacak. Gibrid ekan buni ham bolasi akalar. Mana qaranglar. 4 oydan shu. Chiroyli ekan bu. Ko'rsating. Mana qaranglar akalar. Narxi nechi pul obunachilarga? Narxi 50 million, 55 million yo'q. 43 million so'm kami bor buni. 43 million so'm kami bor. Mo'lami o'ta sutdor ekan. Deganlarga 42 million kami bor. 42 million kami bor akalar. Mana o'z-o'zidan tushib ketaveradi. Kesalang akalar savdolarni qilib olasizlar akalar. Aytilayotgan narxlar muhim emas. Hammasini savdosi kami bor akalar. Xullas ham mana novvoz, ichi ketdi, pichi ketdi bo'lsa emas. Uchib turibdi xudo xolasa. Battayisi. Yerga yaqin yapalag'idan so'ragan obunachilaringizni ko'rsating. Bolasi novvoz varianti qirg'iz 100. Novvoz bolasi ham. Xullas ham o'ta pechat akalar. Qaranglar. 22 ta 23 ta sut berib turibdi uka. Nechinchi qoringa edi bu? 3 qoringa. 3 qoringa. 20 taga o'ylanadi. 20 taga yerga yaqin sutdoridan akalar. Narxi nechi pul? Narxi orqon. Oldin mana uni qarang. Mana unisini ko'rsating janovorda. Akalar mana qaranglar. Paqirini toshirib sut beraman. Maza qilib sog'aydiganlar ekan. Ojonalarimiz keladigan bo'lsa katta xullas uka buni. Ana shunaqa ekan aka. Narxi nechi pul buni? Narxini ko'ryapmiz. Bozorlarda ham boshqalarda ham ko'ryapmiz. 40 million, 45 million deb orishyapti kerak. Sizda yo'q bo'lsa undan narxlar aka. Biz bozorda 10 million kamaytiramiz kerak biz. Xudo xolasa. Aytingchi aka, mana shu narxini bitta. Narxi 37 million so'm kami bor. Davlat dangal kanalidan ko'rdim. Havas qildim deganlarga nechi pulga berasiz? Otingga rahmat deb kommentariy yozib havas qildim deganlarga 35 millionga kamini qilib beraman. Zo'r ekan. Ko'rsating, bakini ham ko'rsating bizlar. 35 million so'm kami bor. 3-chi qoringa tayyor bolasi novvoz 20 ta sutga akalar. Nima deyapti bu? Aloqaga chiqinglar, Davlat dangal kanalidan ko'rdim. O'zlaring kanallaringdan ko'rib kelyapman akalar. Desalaring xudo xolasa narxlarni yana ham yo'lida qilib kelishtirib, dastavkalarni qilib olib berdilar akalar. Berisholat. Mana Rasiski yerga yaqinidan akalar. Buni ham bolasi novvoz. Buni ham bolasi. Hammasini bolasi novvozmi aka? Hammasini novvoz shekilli bugungilar. 15 litr sutiga joylashsiz buni ham. 15 litrga. Nechinchi tug'ish bu? Ikkinchi tug'ishi. Ikkinchi tug'ishi. Yoshidan maza qilib 10 yil qilaman deydi yonidan. Novvoshasi ham o'z to'lar. Nechta sut beryapti? Yo'q, ukoyna qaraman. 15 ta sut beryapti. 15 ta. 40 million, 45 million narxlar yo'q. Yo'lida qilib ayting. 38 million so'm kami bor. 38 Davlat dangal obunachilar uchun 37 million so'm kami bor. 37 million. Kerak kesalaring o'z-o'zidan tushib ketaveradi akalarimiz. Aytilayotgan narxlar muhim emas akalar. Marakalarni ham qo'yib o'tyapmiz. Kanalimiz yaxshi kanalga. Savdolarni qo'yishyapti. Marakalar ham qo'yilyapti akalar, xudo xolasa. Kelib maketda davlat dangalni qo'lini qilib tushirib olsin. Qayerda bor bunaqa mollar, qaysi bu narxlarga deydiganlarga Davlat dangal xonadonida kelaverasizlar. Manzilimiz aytib o'tamiz, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Arab Mozorda. Ekranda nomerlar bo'ladi. Lakassa deb telefon bilan aloqa qilsang, lakassalar tashab beradilar akalar. Kelib mashincha mol bor akalar. Qanaqa turda mol kerak bo'lsa, hammasi qilib beradilar, kelaveringlar akalar. Navbatdagisi. Chiroylisi, so'skalari udaridan ekan. Bo'zaychasi kelyapti. Hozir men so'skalarni bitta ko'rsatib turaylik. To'xtating aka. Mana qaranglar, maza qilib sog'aydiganlar ekan. Rossiyskiy. 3-chi qoringa. 22 ta sutga xijolatsiz 25 tagacha sut beryapti. Shu qaytarib turishini qarang janovar. Mo bolachasi mana. Novvoz bolasi. Novvoz. Narxi nechi pul? Narxi uka 25 ta suti bor ekan deb 45 million deb olmayman. Siz unadimsiz? 40 million ham demayman. Nechi pul deymiz? 38 million deyman, kami bor yani. 38 million kami bor. Bolasi novvoz, o'ta chiroyli bolasi. Obunachilarga 37 million so'm. 37 million. O'n qaranglar akalar. O'z-o'zidan narxlar tushib ketaveradi. Mo beldor ekan bu. Beldor mollar akalar sutni beradi, xudo xolasa. Bu hali 160, 170 mas'ul ekan, yerga yaqin yapalag'idan sutni beradi, bolasi ham. 135 plus minusi bor. Bolasi ham novvoz zo'ridan ketdi, mishaldira bo'zaydi. Siz yili chempionlaridan. Mana qaranglar. Variantidan. Turush qaranglar, bu nima bu? Mana qaranglar, belda qaranglar. Bu bakit qaranglar, bu bolani qaranglar akalar. Bir sutkalik.
bir sutkalik. Yo'ldoshlari tushgan. Yo'ldosh hamma yo'g'i tushgan, ertalab ham sog'ilgan. Ertalab ham sog'lom, O'g'iz holatida dimlanmagan. mana shu bir sutkalik holatda 23 litr sut berdi. Nima bu kobrami bu aka? Ko'bra hijolat. Ikkinchi qoringa tuqqan. Ikkinchi qorin. Xudo xolasa beradi bu rossiyskiy mollar bu paytda ham o'zi ko'ryapsiz akalar dimlanmagan ekan. Sog'ilganlar yangi tuqqan molda bu narsa bo'ladi. Qancha berdi? 23 litr bir sutkalik holatida. 23 litr. Beradi bu mollar rossiyskiy mollar, sutli mollari bular. Narxi nechi bu? Bu 23 litr bir kunlik holatda sut beryapti deb 50 million davomi 45 million kami bu, ku. Biz obunachilarimizga necha pul qilib berasiz buni yo'lida qilib? 40 to. Yo'q, siz 43 million kami bu, ku. 43 million so'm akalar. Ko'ryapsizlar akalar, bu gaplar faqat videoda bas akalar bu o'tishlar. Kesalaring qo'lda silta savdo qilsalaring akalar bundan ham ko'p kerak bo'lsa xudo xolasa o'tib beriladi. Ustida baraka bo'lsa akalar ancha kamini qilib berishadi. Samoldoma turishini qaranglar. Moling bormasa bor deganingda akalar mana qaranglar. Keyingi molimiz Qirg'iziston shvedlari. Originali, ikkinchi qoringa tuqqan. Bolasini qaranglar. Bolasini tutamlarni bitta ko'rsating-ku. To'xtab turing. Tutamlari ham original. Sigir qiladigan aka. Onasini ham so'skalari original ekan. O'zi aka. Billarini ko'rsating, badanini-ku buni. Baquvvat. So'skalarini ham ko'rsating. So'skalar. Maza qilib sog'aydigan. Men degan obunachisiga tavsiya qilavering. Bular sut yog'li, o'ta yog'li bo'ladi o'zi aka. O'ta jirnisi kuchlisidan. Mol chiroyli holatda. Nechinchi tug'ishga? Ikkinchi tug'ishga. Necha litr sutga bu? 15 litrga olishaversin, bo'zi dadilroq yemayapti. 15 litrga. Narxi necha pul qiziq joyi? Narxi 45 million kami bu. 45 million. O'tmaysizmi? Bu degan obunachilaringizga 42 million kami. 42 million. Mayda chuyda o'tilmaydi akalar. Ko'ryapsiz, savdosini qilsalaring katta o'tib berishadi. Dastavkalarni qilib olib berishadi. Mol yaxshi ekan aka. Mol xijolatsiz, molda bitta nuqsoni bori yo'q, ko'chida. Kelib turi bilan tekshirib olsin kerak bo'lsa. Xudo xolasa bemalol kelib ustida savdolarni qilib olishlari mumkin. Krasniy Pyostran tozasidan uka. Krasniy Pyostran aka bu? Krasniy Pyostran. Ama Qirg'iziston debman buni. Yo'q, Krasniy Pyostran. Krasniy Pyostran. Ko'rsatish shved original bo'zaga. Bolasi ham shved ekan mana. Shved toza. Onasi bo'lmasa bolasida bo'ladi akalar. Onasi ham darobas uka. Onasi tozasi. Yana qo'yilgan qodasi. Nechta sut beryapti aka bu? 15 tasini ko'rib olishaversan, aql yo'q. 15 litrga. Nechinchi tug'ish bu? Ikkinchi tug'ishga. Ikkinchi tug'ishi. Bolasi ham haqqi original ekan. Men narx aytaman, qochmoqxonachini narxida aytaman, bu yana bo'laga. Nech pul aytamiz? 7 million deyman, kami bor. Krasniy Pyostranni qayerda beradi bunaqa narxga? Obunachilarimizga o'tmaysizmi? Obunachilaringizga 46 million qilib beraman, kamini qilib beradi. 46 million so'm kami bor. Kami g'ijbik. Kami g'ijbik. Bolasini ko'ringlar akalar. Bolasini o'zi to'laydi. Bolasini nech pulga olib qolasiz agar onasini o'zini olaman deganlarga? Bolasini 14 million so'mga olib qolaveramiz. 14 millionga. Kel o'z bolasi mana shunaqa 14 million 15 million olib qo'ygan sigir 46 million so'm aytilyapti. Ikkinchi tug'ishga 15 litr sutga. Molam daromadi. Mol Krasniy Pyostran. Videomiz shu joygacha ko'rganlarga originallari chiqadi endi bu yerga. Rossiyskiyda chempionida olaman degan. Chempionlari bu yerga mana mashlarni ham ko'rsatamiz hozir. Nechinchi qorin aka bu? Ikkinchi qoringa 4 kilo 6-chisini ham endi chiqar ekan. Ikkinchi qoringa yoshidan. 28 litr sut beryapti. Hozirgi holatda. Bo'lasini qarang. Bolasi sementalga qo'yilgan yana 30 litr sut bergan bu jana. 30 litr birinchi qorinda bergan, ikkinchisiga endi tug'ibdi akalar, endi sutga kiryapti ekan xudo xolasa. Bu o'zimizning dehqonchilik mollardan. Mol chiroyli. Bolasi ham chiroyli. Obunachilarimizga narxini aytamizmi buni? Narxini aytamizda uka. Turishni qaranglar. Nech pul bu? Nech pul aytdi? 70 million aytsam yetadimi uka? Yo'q, 70 millionlar sizga yarashmaydi. 60 million aytaymi? Bo'laveradimi 60 million aytsam? 60 million
Jicha qimmatli qilib bo'ladi obunachilarga. Molim 70 ta ham ko'taradi uka. Ko'taradi ama mol 70 aytsiz ham 60 aytsiz ham ko'taradi, lekin obunachilar olib maza qilsin, sizdan arzon olib turish qaranglar. Nech pul? 55 million ham aytmayman. Nech pul deymiz? Ko'rsating-da oldin bitta molni. Molni ko'rdik. Bu o'zaga 100 tushgan xudo O'zagan toza ekan. Toza. Nech pul bu? 54 million so'm deymiz, kami bu. 54 million kami bor akalar. Qayta aytolmaydi buni. Ana uni qarang. Bo'ylarni chiqib qoladi aka. Bo'yi 155. San kam chiqmaydi xudo xohlasa. 155, 150 lik mol akalar. Ikkinchi qoringa bolasi ham toza sementga tushgan. 54 million so'm kami bor. Qayerda bu akalar? 27 litr sutini mana shu yerda litrlab beraman. 27 litr. 27 litr sutini. Moldova narxini yengillatdi akalar. Siraz tavsiya qilinadi, ko'rishlaring mumkin. Yig'jolat ekan mollar. Bu nima deyapti? Bu obunachilar o'zi yaxshi taniydi bu molni. Egizak bolasi bilan chiqarganmiz Abrorus kanaliga. Aha. 75 million so'm chiqqan molim. Egizak bolasi bilan. Egizak bolasi. Mollar, moloma baquvvat ekan-a. Mol rossiyskiyda ham chempioni. Nechta sut beryapti bu? Bu pervazno kelgani. Bu yerda chiplarigacha turibdi mana qulog'ida. Aha. Ikkisiga. Chiplarigacha bor ekan. Nechta sut beryapti bu? Hozirgi paytda 15 ta, 5 oylik Bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik. 15 litr sut hozir. Aha. Yangi tuqqanda 30 litrgacha sut bergan. 15 litr sut bor, 5 oylik bo'g'ozga. Nechinchini tug'adi hozir? Hozir 3-sini tug'adi, 3-siga bo'g'oz. 3-sonnadagi. Endi 6-chi kuroylarni ham chiqardi. 6 kuray. Narxi nechi pul obunachilarga? Omon mol. Narxi 70 million narxlari yo'q endi. Nechi bu shunday katta molingiz? 43 million so'm kami bu. 43 million 5 oylik bo'g'ozga. 5 oylik bo'g'oz. Ham suti bor akalari, ham bo'g'oz. Yosh kelishgan bor. 15 litr sut. Yaxshi. Bo'g'oz holatda 15 litr sut beryapti. Rossiyskiy mol, o'tgan yili gizay tuqqan akalar. Shuncha videomizni kutayki obunachilarga originallarni chiqaramiz dedik. Mana akalar, ko'ringlarchi. Original olib tasdi olib boqonandiga obunachilar. Bo'g'oz varianti. Nechinchi qoringa bu aka? Birinchi qoringa. Birinchisini endi tug'adi. Ha, hali Tug'magan hali. bu dimlagan degan obunachilaringizga Mana qaranglar. ko'rsatdim, dimlangan yo'q. Hali Mana bo'g'oz. qaranglar, bo'g'oz akalar. Judayidan. Mana qaranglar, turishdi voy, mashalloh. Havas qilgan odamni kamida uyda 10 ta odam bo'lsin. Bo'lsin aka. Mana qaranglar, birinchi qoringa akalar molni ko'ringlar narxini. Xotirjam aytamiz. Ko'ringlar, hamma yo'g'ini bitta ko'ringlar, buni karobkalarini ko'ringlar. Oyoq qo'llarini ko'ringlar. Bakni ko'ringlar. Narxi nechi pul obunachilar bir maza qilsan olib boqib. Rosa maqtayapti, narxi qimmat bo'lsa kerak deb o'ylagan obunachilar xato o'ylaydi. Nechi pul narxi? Eng zo'ri ham arzon. Nechi pul bu? Turishni qaranglar qara. Turishiga ham boshqasiga ham arzon narxi. Turishiga narx ayting. 60 million bas. 60 bas. 55 ham bas. 55 ham bas. Nima deyapsiz? Pastga qarab tushib ketyapti-ku 55 ham basdan nechi deyman bunga. Ha, obunachilar olib maza qilsin-da. Endi sizdan aka. Gap 54 million so'm kami bor. 54 million so'm kami bor. Deyman dedim, 54 kami bor. Birinchisini tug'adi akalar, xudo xohlasa. Sutni yoraydigonidan rossiyskiy chempioni. Narxi yaxshi aytilyapti akalar. Kelib ustida ko'rsalaring mollarda ustida ketadigan emas. Mana turishini qaranglar. Qoralar turishini qaranglar akalar, mana qaranglar. Terilib turibdi-yu. Qachon kelarkan mana egamni kutyapti bular. Egalaring yo'lda. Obunachilar sigir variantidan rossiyskiyda. Bolasini qaranglar. Kallalarni ko'rsating, janovorni. Mana kallasini. Bu o'tgan yil sigirligida mana shu litr sutini ko'rsatgan birinchi qorinda. Necha litr berayotgan? 30 litr sutini ko'rsatib sotganmiz. O'zimizda Turvatli akamizga, fermerga berganmiz. Hozir nechta beryapti? Hozirgi holatda 23 litr sut beryapti. 23 litr bolasi hali yangi akalar. Qarab qo'shyapti, xudo xohlasa. Xudo xohlasa qo'shadi. Nechinchi qorin hozir? Ikkinchi qorin. Ikkinchi qorin. Nechi pul narxi? Narxi 55 million-ku, kami bor. O'tmaysizmi? O'taman, bo'yidan o'taman. Nechi pul mana shu? 54 million so'm kami bor akalar. Davlatdan keldi obunachilariga 53 million so'm kami. 53 million.
53 deb 53 ga berilmaydi akalar. 53 million kami bor deyapti, savdosi bor akalar. Savdo qilish sunnat, savdo qilib olaverasizlar. Mol chiroyli holatda. Bolasi ham yaxshi ekan akalar. Eskidi yoshi. Birinchi qorin 2 kuragi. 2 kurak. 2 kurak. Bolani ovosi. Bola ham arigan. Bu yana qo'yilgan. Simental novosga qo'yildi. Yana qo'yilgan. 2 oylik. Bo'yi necha aka? Bo'yi 1.5 minus bor. 1.40 polisi. Orqasi. Bolasi emarkan hali ham. Bolasi hali yemadi. 8 litr sog'ib turib bir mahalda, keyin o'zini qo'yib yuboryapti. Aha. Birinchi qoringan ovoz yana qo'yilgan. 8 litr etdilar, bir mahal sog'layapti ekan. Men o'zim yuribdi shu bilan. O'zayim yo'q. Narxi nechi pul? Oxirgacha kutgan obunachilarimizga. Yengil qilib ayting. Bolasi alohida, enasi alohida hisoblasa hisobi chiqaradi. Aha. Narxi 42 million so'm kami bor. Obunachilarimiz oxirgacha kutganlarga bitta chiroyli qilib o'tib bering. 40 million so'm kami bor. 40 million so'm kami bor, 40 da past ish bitadi. 40 million kami bor deyapman-ku. 40 da pastida xudo xolasa savdosi bor akalar. Mana bolasi ham o'zadil bo'lib qo'ygan. Bir qator bo'g'ozlarni uzatib qo'yibdi. Sigirlarimiz tugadi. Kelishaveradi. Bu yerda mana bu bo'g'ozlarimiz bor akalar. Bular nechinchi qorin bu? 2 qorin, 3 qorin. Ko'pi Ikkinchi qorin, uchinchi qorin. 2 qorin. Ko'p ikkinchi qorin ekan. Ular bo'ylari akalar 150 tevasida chiqadigan mollar. Ularni ham Shu o'siga ekan bunisi shved ekan. Mana shved originallari ekan. ham narxi 50 million tevasida emas, hammasi 50 million pastda. Shular 50 da pastda 50 bo'g'ozlar. pastda hammasi. 40 da pastdagisi ham bormi buni? 40 pastdagisi ham. 40 da pastdagi ham bor. Mana shu akalar. Mana shu 1 2 3 4 5 6 7 Mana 8-inchi. mana 8-inchisi. Hammasi bo'g'oz akalar. Bo'g'ozniki oxiri. Bular ham sotiladi. Bo'g'ozda oxiri yo'q, cheksiz. Kelaverasizlar, narxi 30 million kelishadi. so'mga ham originallari bor. 30 millionga mollarimiz bor. 30 milliondan boshlab ketaveradi tevaga qarab. Nakti bosib yo'lga chiqib kelishaversin bemalol. Xotirjam bo'lsa, molni soni cheksiz. Aytgan molini topib beramiz. Bemalol yo'lga chiqib kelaverasizlar. Mana shuncha molni ko'rsatdik, xudo xolasa. Akalaringiz yo'natib bittadan like bosib qo'yasizlar. Bundan tashqari ham mollar bor, lakasalar tashab beriladi ekan, radniy bilan aloqa chiqaverasizlar. Bemalol kelaverasizlar akalar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.